Mani ismim O'rinboyeva Xadija Bonu. Men bu platformani Instagramdan ko'rib topdim. Videoroliklarni ko'rsam, o'ziga tortdi. Bu platformani o'rganish osonroq, yo'llari oson tushuntirib qo'yilgan. Boshqa anaqalarga qaraganda qulayroq. Testlari, mashqlari bo'ladi. Bir kunda 2 martadan bo'ladi. Haftada 6 kun. O'zi rus tilini nimaga o'rganmoqchingiz? Rus tilini o'rganishimdan maqsad hayotda, ishda, gapirishda ko'chada kerak bo'ladi. Shuning uchun rus tilini o'rganmoqchiman. Yoshingizga to'g'ri kelyaptimi? Qiyinchilikmi yoki darsliklar, testlar, lug'atlar sizga qiyin emasmi? Yo'q, emas. Oson. Agar tushunmasangiz, ustozimizdan so'rab, savol bersangiz, sразу javob qaytarishadi, tushuntirib beradilar. Undan tashqari sizda jonli darslar bo'lyaptimi mentoringiz bilan? Bir kunda 2 marta bo'ladi. Va darslar o'z vaqtida boshlanadi. Bu platformani do'stlaringizga, yaqinlaringizga tavsiya qilasizmi? Do'stlarimga, yaqinlarimga tavsiya qilgan bo'lardim, chunki boshqa anaqalarga qaraganda bu platformani o'rganish osonroq ekan.